Assalomu alaykum. Joriy xalqaro operatsiyalar haqida nimalarni bilasiz? Tashqi savdo va nosavdo operatsiyalar joriy xalqaro operatsiyalar sirasiga kiradi. Tashqi savdo operatsiyalari asosan tovarlar va xizmatlar eksporti hamda importi kontraktlari bo'yicha tovarlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni tovarlarni chet elga sotish bu eksport, tovar va xizmatlarni chet el korxonalaridan sotib olish esa import bo'ladi. Chet davlatlarga investitsiya qilinganda, ya'ni biznesga pul tikilsa, olingan sof foyda ushbu biznesga pul tikkan shaxslar orasida dividendlar shaklida taqsimlanadi. Ushbu operatsiyalar ham joriy xalqaro operatsiyalar sirasiga kiradi. Agar siz xalqaro xizmatlar masalasida bankka ishingiz tushsa, komissiya tushunchasiga duch kelasiz. Xorijga to'lovlarni amalga oshirish, pul o'tkazish va xizmat ko'rsatganlik uchun bank mijozlardan komissiya undiradi. Agar mijoz bankka depozitga pul qo'ysa, ushbu foizlar bank tomonidan mijozga to'lanadi. Foiz to'lovlari ham joriy xalqaro operatsiyalar sirasiga kiradi. Aholining xalqaro pul o'tkazmalari tizimi orqali chet davlatlarga pul yuborishi ham joriy xalqaro operatsiya hisoblanadi. Bundan tashqari, istalgan narsani sotib olish, o'qish hamda tibbiy xizmatlar uchun to'lovlar ham ushbu guruhga kiradi. Tasavvur qiling, korxonangiz xorijdan kredit oldi. Tasdiqlangan grafikka asosan kredit va foiz to'lovlarini amalga oshirasiz. Har oy bankka qanchadir pul to'laysiz. Agar siz korxonangiz ushbu grafikdagi 2 oylik to'lovni bir martada o'tkazsa, bu operatsiya ham joriy operatsiya hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda barcha joriy xalqaro operatsiyalar hamda u bilan bog'liq chet el valyutasi sotib olinishi ham, sotilishi ham cheklovlarsiz amalga oshiriladi.